Ramazon oyida yana zo'r variant ko'rsaman sizlarga. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uychi bolalar. Xullas, Sergeli Sputnik 16 A da joylashgan 7 qavatli binoni birinchi qavatida skvoznoy planirovka, kirib yashashga tayyor, Yevro remont. Tak, podvalda ham joy bor, parkovkasi ham bor. Ipoteka ham to'g'ri keladi. Uyimizning narxi $76,000 uyni ko'ramiz. Hop, kirib olgan bo'lsa, bu koridorimizni kirishda chap qo'lda kuxnya bo'lyapti. Tak, kuxnya mebel o'zini joyida qoladi. Remontni yaxshi qilishibdi. Bu yerda mana prixojniy o'zini joyida qoladi. Aboyi zo'r tanlashibdi, odam bag'rida ochiladi. Va bu yerda mana chap qo'lda kattalar yotoqxonasi. Skvoznoy planirovka, shamol aylanishi yaxshi. Uyimizning holati yaxshi. Mehmonxona ko'rishimiz mumkin. Oynalar reshotka qilingan. Разделный sanuzel va bolalar yotoqxonasi. Bu yerda ham jaluzi, lyustrali o'zini joyida qolyapti, zo'r joy ko'rsataman. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda mana podol juda kamdan kam ko'rganman. Podoldan ham xud bor. Uy ichidan ham xud bor. Nima deydi? Arendasini to'lab, ya'ni shirkatga bilasizlar, qonuniy qilib foydalanib turish uchun podvallar bilan hammasi qonuniy berib ketamiz deyishyapti.